Studiya 24. Assalomu alaykum. Dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz shart va zarur dedi mamlakatimiz rahbari. Maktab ta'limi tizimidagi islohotlar samaradorligini yanada oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida. Chindan ham maktab ta'limi kadrlar tayyorlashning muhim bo'g'ini, shu boisdan bu masalaga mamlakatimizda ustuvor ahamiyat berilgan. Xo'sh, video selektor yig'ilishida ta'lim tizimini isloh etish yuzasidan qanday chora-tadbirlar belgilab berildi? Shu mavzuda suhbatlashamiz. Bugun studiyamizga taklif etdik ekspertlarni. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Muhammadjon Valiyev, Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi boshqarma boshlig'i Anvar Mahmudov hamda Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti bo'lim boshlig'i G'olibjon Otamuratov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida asosiy e'tibor mana shu ta'lim sifatini yaxshilash, o'quv darsliklari metodikasini qayta ko'rib chiqish, o'qituvchilarning malakasini oshirish, shuningdek ilg'or xorijiy tajribani mamlakatimizda ommalashtirish masalasiga qaratildi. Aytingchi, bugungi kunga qadar mana shu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilgan, oldinda turgan muammolar nimalardan iborat edi va umuman mana shu video selektor yig'ilishining ahamiyati siz uchun nimada? Aytish kerakki, mana mamlakatimizda so'nggi bir necha yillar davomida ta'lim masalasiga alohida urg'u berilyapti. Ta'limni rivojlantirishga oid bir qator islohotlar amalga oshirilyapti. Ta'lim sifati bu bugungi kunda mamlakatda eng bir ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Endi o'zi har bitta mamlakatda o'zini rivojlantirish sohasi bo'ladi, driver sohasi bo'ladi. Kimdir o'sha yalpi ichki mahsulotini, iqtisodiyotni o'stirish uchun bir nimadir sotish hisobiga yoki turizm hisobiga har xil yo'lda tanlashi mumkin. Va bizning mamlakatimiz quvonarli jihati ta'limni rivojlantirish orqali, ta'limda yosh avlodga yaxshi bilim berish orqali mamlakatni rivojlantirishda ko'z oldiga qo'ygani albatta bu juda ham yaxshi maqsad va davlatimiz rahbari albatta bu yo'nalishda doim o'zlarining chiqishlariga ta'limga e'tibor qaratdilar. Ta'limni rivojlantirish, ayniqsa mana shu maktabgacha ta'lim, maktabda ta'limini rivojlantirsak, ertaga albatta mevasi berish haqida ko'plab ta'kidlaydilar. Va aytish kerak, mana qilingan ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, qisqacha biz 2023-yilda yangi tahrirdagi konstitutsiyani qabul qildik. Mana umumxalq referendumi bilan agar taqqoslaydigan bo'lsak, oldingi tahrirdagi konstitutsiyamizda bitta moddada ta'limga o'sha oid norma bo'lgan bo'lsa, hozir ta'limga oid normalar soni oshdi. Ta'limda barcha bosqichlari qamrab olindi. Bu o'sha maktabdan keyingi ta'lim, oliy ta'lim masalasi va ilm-fan innovatsiya yo'nalishida ham mamlakatimizda qilinib turgan ishlarga hamohang ravishda alohida bitta norma konstitutsiyamizda o'z aksini topdi. Yoki bo'lmasam alohida bitta qonunda qabul qilinganligi, ta'lim to'g'risida katta mana qonun qabul qilinib, juda ham ko'plab masalalar ana shu qonun bilan tartibga solindi va pedagogning maqomi to'g'risidagi alohida shunga kelyapman. Pedagog maqomi to'g'risidagi qonun qabul qilinib, pedagogda o'zini kasbiy faoliyatidan tashqari bo'lgan, demak, faoliyatga jalb qilish mumkin emasligi, faqat o'zini ishi bilan shug'ullanishi, uni demak turli xil bilamiz-ku, o'zimiz ko'rganmiz, ishtirok etganmiz, turli xil bir qishloq xo'jaligi, obodonlashtirish kabi ishlarga jalb etilmasligi qonun darajasida belgilab, unga javobgarlik ko'rsatib o'tib ketildi. Yoki bo'lmasam katta hujjat O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilindi va u strategiyada ta'limda har bitta bosqichlarini rivojlantirish bo'yicha alohida maqsadlar belgilandi. Xususiy ta'limni rivojlantirish, pedagoglarimizni demak ko'nikmalarini oshirish, oliy ta'lim muassasalarini demak dunyoning eng rivojlangan top universitetlari ro'yxatiga kiritish masalasi va mana shu maqsadlarga erishish borasida ham bir qator ishlar qilinyapti. Birgina 2024-yilning o'zida 23 ta normativ hujjat aynan mana shu maktabgacha va maktab ta'lim sohasining o'zida demak qabul qilingan. Buning ichida demak qonunlar bor, prezident farmonlari, vazirlar mahkamasining demak qarorlari ham mavjud. Endi mablag'ga qaraydigan bo'lsak, oxirgi 7 yilda mana shu sohaga 60 trillion so'm pul yo'naltirilgani mana kuni kecha video selektor yig'ilishida alohida urg'u berildi. Albatta bu juda ham katta mablag'. Mana shu mablag' bilan maktablarda ham pedagoglarimizni maoshini oshirish masalasi, ham jihozlash masalasiga alohida urg'u qaratilyapti. Va natijada oxirgi yillarda mana maktablarimizda 1 millionga yaqin alohida o'rinlarni joriy qilinganligi, maktabgacha ta'lim bog'chalarimizda 1,5 million o'rinda joriy qilinganligi. Hozir bog'chalarimizda qamrov
juda ham katta qamrov 78% tashkil qilyapti. Yangi turdagi mana shu maktabgacha ta'limni shakllari bugungi kunda hayotimizga kirib kelyapti. Albatta bu ham o'zini ertaga samarasini beradi. Aytiladi-yu, ta'limda sarflangan har bir o'sha mablag' ertaga 10 karra, 100 karra bo'lib qaytib keladi. Bu ta'limga bo'lgan investitsiya eng yaxshi investitsiya sifatida baholanadi. Shuning uchun mamlakatimizda bu yo'nalishda tizimli ishlar olib borilyapti. Marhamat, sizlarda qanday fikr? Albatta, ushbu islohotlarni davomi sifatida mana butun dunyodagi eng ilg'or tajribalar o'rganildi hamda ana shu ilg'or tajribalar asosida yangi avlod darsliklar ishlab chiqildi. Dastlab 1-4 sinflar uchun mana shu 4K ko'nikmalar, ya'ni kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiyani rivojlantirishga qaratilgan hamda tanqidiy fikrlash, kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan darsliklar joriy qilingan bo'lsa, mana hozir bosqichma-bosqich 5-11 sinflar uchun ham mana shu ilg'or xorijiy tajriba asosida yangi avlod darsliklari ishlab chiqilmoqda. Shu bilan bir qatorda mana shu darsliklarga demak o'qituvchilarni tayyorlash maqsadida metodik qo'llab-quvvatlash guruhlari tashkil etilgan hamda turli xil malaka oshirish kurslari orqali o'qituvchilarni mana shu zamonaviy demak dars berish tizimlarini joriy etish maqsadida demak o'qituvchini qo'llab-quvvatlash uchun demak metodik marafonlar, shunga yana konferensiyalar hamda seminarlar doimiy ravishda tashkil etib kelinmoqda. Ta'limda sifat bo'lishi uchun eng avvalo mana shu pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimi bunga tayyor bo'lishi kerak deb aytdi davlatimiz rahbari. Demak, bu borada Abdulla Avloniy nomidagi mana shu malaka oshirish instituti transformatsiya qilinib, uning 13 ta hududiy markazi qayta tashkil etilishi belgilandi. Bu yerdagi yondashuvlarni ham, dasturlarni ham tubdan o'zgartirish zarurligi ta'kidlandi. Keling, shu o'rinda kadrlar tayyorlash, malakasini oshirish, ularni baholash bo'yicha yangi tizimni joriy etish masalasiga ham e'tibor qaratsak. Rahmat, avvalambor taklif uchun rahmat. Davlatimiz rahbari kuni kecha o'tkazgan selektorlarida o'sha ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha va samaradorlikni oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berildi. Agar nutqlariga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'p nutqlarda o'sha pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish tushunchalari, fikrlari ko'p ilgari surildi. Bugungi kunda albatta bu soha bo'yicha, malaka oshirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti va amalga oshirish kerak bo'lgan vazifalarni yana ham kecha o'zimizga bir maqsad qilib oldik. Sababi o'tgan yili 2024-yilda muhim ikkita qaror, bitta prezident qarori va Vazirlar Mahkamasining qarori tasdiqlanib, joriy yildan 36 soatga mo'ljallangan malaka oshirish kursi 100 soatga o'zgartirildi. Ya'ni 2025-yildan 100 soatlik malaka oshirish kurslari tashkil etilib, aynan malaka oshirish kurslarining o'quv reja va dasturlari bugungi kunda, ya'ni bozor iqtisodiyoti davrida, ilm-fan rivojlangan vaqtda o'qituvchilar qanday ko'nikmaga ega bo'lish kerak bo'lgan mazmundan kelib chiqib, mavzular to'liq 100% qayta ishlab chiqildi, qayta tashkillashtirildi. Bunda albatta eng yuqori bizni quvontiradigan narsa o'sha yuqori o'quv rejamizda yuqori bloklari asosan o'sha Cambridge dasturlari asosida qayta ishlab chiqildi. Har bir mavzumizda xalqaro ekspertlarning o'zlarining fikrlari va izohlari bilan, mazmunlari bilan boyitilgan. Yana muhim jihat, bu 2025-yildan amalga oshirildi. Bu maktablarimizda bugungi kunda kasbiy rivojlantirish kunlari va kasbiy rivojlantirish soatlari yo'lga qo'yildi. Ya'ni o'sha kaskad usuli asosida xalqaro, ya'ni Singapur davlatining ekspertlari yordamida 4 bosqichli kaskad usuli amal qilib, bugungi kunda 100 ming nafardan ziyod o'qituvchilarimiz mana shu jarayonlarga bevosita jalb etilib, o'zlarining bilim va malakalarini oshirib kelishmoqda. Demak, mana shu video selektor yig'ilishidan so'ng mana shu Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti faoliyatida ham o'zgarishlar bo'ladi. Albatta, bu biz oldimizga o'sha maslahatlarni qo'yib, o'sha ish jarayonlarida boshlab yubordik bu masala bo'yicha. Ya'ni bugungi kunda biz bilamizki, bozor iqtisodiyoti rivojlangan davrda malaka oshirish kurslarida o'quv reja va dasturlari muntazam yangilanib borish o'zini anomalisini taqozo etmoqda. Shu maqsadda biz kuni kecha masalan o'sha tashkilotimiz rahbari va vazirlik mutasaddi xodimlari bilan birga mana shu masalalar bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Mana yaqin kunda sentyabr oyigacha barcha o'quv reja va dasturlar qayta ishlash oldimizga maqsad qilib qo'yib oldik. Bu marhamat. Qo'shimcha qilmoqchiman. Haqiqatan kuni kecha mana shu bo'lib o'tgan
videoselektorda alohida malaka oshirish masalasiga urg'u berildi. Jumladan mana hozir ekspertimiz aytganlaridek Avloniy nomidagi demak malaka oshirish tizimini hududiy bo'linmalarini ham faoliyatni qayta ko'rib chiqish, qayta demak yo'lga qo'yish masalasiga alohida to'xtab o'tildi va aytish kerakki, bu yo'nalishda o'zi tizimli mana bir qator topshiriqlar bor. Jumladan Nizomiy nomli mana oliygoh endilikda Milliy pedagogika universiteti oliygohi demak maqomiga o'tib, uni rektori bir vaqtning o'zida endi pedagog kadrlarni mana shu kadrlar tayyorlash masalasi bo'yicha vazirning o'rinbosari bo'yicha demak tenglashtirilyapti. Bu ham mana shu yo'nalishga qilingan e'tibor yoki bo'lmasam hudud respublikamiz bo'yicha 12 ta alohida mana shu pedagogika oliygohlarini maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimiga o'tkazilyapti. Bir nechta mana misollar keltirib o'tildi yig'ilishda, jumladan mana shu Jizzaxdagi malaka oshirish tizimida qilingan ishlar, xorijiy tajriba asosida mana barcha pedagog o'qituvchilarda o'qitilganligi bu Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Singapur kabi davlatlarda demak dasturlari eng mana shu yetakchi dasturlar orqali ularda o'qitish tizimi yo'lga qo'yilganligi va endilikdagi vazifalar. Mana misol uchun 17 ta fan bo'yicha alohida demak markazlar bo'lishi, mana shu 17 ta fan bo'yicha mutaxassislar bo'lishi va har bitta maktabda trenerlar o'zini yo'nalishi bo'yicha yaxshi bir malakaga ega bo'lgan trener faoliyat olib borishi va u ham kelgusida o'zini bilimini demak boshqa o'qituvchilar bilan o'rtoqlashish masalasiga, demak bosqichma-bosqich ishda tashkil etish masalasiga to'xtab o'tildi. Yana bir jihatga to'xtalmoqchiman. Selektor yig'ilishida erishilgan yutuqlar, vazifalar bilan mavjud muammolarga ham alohida to'xtab urg'u berib o'tildida. Misol uchun mana shu malaka oshirish tizimini 2 yil oldin yangi tizimga o'tganligi, mana shu shaffof raqamlashish tizimiga o'tganligidan keyin bir qator kamchiliklar yuzaga kelib qolganligi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tildi. Jumladan mana shu malaka olishda, malaka toifasini olishda 341 ming nafar pedagogdan 102 ming nafari mana shu malaka imtihonidan o'ta olmaganligi vaziyatda real baho berish imkoniyatini berayotganligi va bunga alohida yondashuv zaruriyati bo'yicha ham to'xtab o'tildi. Yoki bo'lmasam ishga qabul qilishda endi faqat diplom bilan emas, bilim va ko'nikmadan kelib chiqqan holatda demak ishga qabul qilish tizimiga o'tilganligini natijasi ko'rsatib o'tildi. O'sha 13 ming nafar nomzoddan 6 ming nafarini o'sha ishga qabul qilinmaganligi. Bu ham tanqidiy aytib o'tilib, buni bu orasida yechimlar ham ko'rsatib berildi. Albatta yig'ilish tanqidiy, tahliliy ruhda o'tdi. Demak, bajarilgan ishlar barobarida oldimizda turgan, bajarilishi zarur bo'lgan ishlarga alohida e'tibor qaratildi. Ya'ni ulardan bittasi bu dunyodagi zamonaviy o'quv dasturlari, o'qitish metodikalarini o'rganib yurtimiz umumta'lim maktablarida joriy etish muhimligi ta'kidlandi. Demak, xorijiy davlatlardagi nufuzli universitetlarda malakasini, o'qituvchilarning malakasini oshirish masalasi. Hozirgina Muhammadjon siz aytib o'tdingiz. Demak, xorijiy til sertifikatiga ega bo'lgan o'qituvchilar, umuman pedagoglarimizni xorijiy davlatlarda malaka oshirish bilan bog'liq qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda bugun? Marhamat. Izzatli aka, haqiqatdan davlatimiz rahbari tomonidan mana shu xorijiy tilni o'rganishga alohida e'tibor qaratilayotganligi, demak bu juda muhim. Sababi ozgina statistik ko'rsatkichlarni keltirib o'taman. Dunyodagi ilmiy demak nashrlarning 70-80% bu ingliz tilida. Onlayn kurs va video darslarning 80-90% ham ingliz tilida. Ta'limga oid kitoblar, adabiyotlarning 60% hamda internet kontentining 55% ingliz tilida demak hisoblanadi. Shuning uchun ham bizda hozir agarda mana shu o'qituvchilarimiz tomonidan tilni o'zlashtirish darajasi agarda yetarli darajada ta'minlanadigan bo'lsa, o'qituvchilarimizga dunyo eshiklari ochiladi hamda ulardan demak dunyoda hozirgi kunda aynan sodir bo'layotgan eng oxirgi tendensiyalarni ta'limga, o'zining darsiga qo'llash imkoniyatlari yaratiladi. Shu maqsadda davlatimiz rahbari ham o'qituvchilarga yanada keng imkoniyatlar yaratish maqsadida demak el yurt umidi jamg'armasi orqali demak ana shu pedagoglarni, yosh pedagoglarni nufuzli oliygohlarga tajriba almashish uchun yuborish, shu bilan bir qatorda mana shu kadrlar tayyorlashda ham mana shu talabalarimizni yetuk oliygohlarga yuborib, keyinchalik ularni demak mana shu mamlakatimizda o'qituvchilik faoliyatini olib borish uchun demak sharoitlarni yaratishga keng imkoniyatlar yaratilyapti. Shu bilan bir qatorda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan ko'plab xalqaro tashkilotlar, xususan British Council, Yaponiyaning JICA yoki Koreyaning
ko'kam demak tashkilotlari tomonidan ham juda ham ko'plab o'qituvchilarimizni saralab olgan holda ularni demak ana shu xorijiy tilga o'rgatish, xorijiy metodikalarga o'rgatish amaliyotlari bosqichma-bosqich joriy etilyapti. Yurtimiz ta'lim tizimida nodavlat ta'lim sektori ham rivojlanib boryapti. E'tibor kuchaygan so'nggi paytda bu sohaga, demak, videoselektor yig'ilishida ham xususiy maktablar, xususiy oliygohlar masalasi atroflicha muhokama etildi. Aytingchi, O'zbekiston uchun nodavlat ta'lim tashkilotlarining ahamiyatli tomoni nimada ko'rinadi? Davlatga mana shu nodavlat ta'lim tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash qanchalik muhim deb o'ylaysiz? Marhamat. Endi bozor iqtisodiyoti davrida tadbirkorlarga keng yo'l ochilgan. Bugungi kunda aynan mana shu ta'lim sohasida ham tadbirkorlarimiz, ya'ni xususiy maktablar, agar biz raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda 31 mingdan ziyod maktabgacha, ya'ni bog'chalar mavjud, xususiy bog'chalar. 500 dan ziyod xususiy maktablar, 100 dan ziyod xususiy oliy ta'lim muassasalarida işte millionga yaqin yosh avlod o'zini ta'lim va tarbiyasini olishyapti. Bundan ko'rishimiz mumkinki, shu bevosita qamrov masalasida ijobiy yechim desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda xususiy ta'lim muassasalarining ko'payishi. Kuni kecha davlatimiz rahbari selektorda aytib o'tganlaridek, agar biz xususiy oliy ta'lim muassasalarini o'sha pedagog kadrlar tayyorlash yo'nalishlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asosan ular o'sha bugungi kunda, ya'ni moddiy texnik baza, ya'ni laboratoriya jalb etilmaydigan yo'nalishlar bo'yicha ko'p kadr chiqarish masalalari ilgari surildi. Ya'ni o'sha maktabgacha ta'lim deymiz, boshlang'ich ta'lim deymiz, maktab ta'lim sohasida ko'p kadr yetishtirib chiqarib berishi bu o'rtada o'sha ishsizlik masalasi va hokazolarni keltirib chiqaryapti. Shu maqsaddan kelib chiqib, ularning oldida kelgusida shunday masala qo'yildiki, aynan kimyo, biologiya, matematika va shu sohalar bo'yicha kadrlar tayyorlash masalasi va bu bevosita o'sha kvotani va boshqa narsani belgilashda bugungi kunda o'sha maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tomonidan bevosita xulosalar asosida joriy etilishi ko'zda tutildi. Yana bir muhim jihati shundan iboratki, bugungi kunda o'sha xususiy oliy ta'lim muassasalarida tamomlagan o'sha pedagog kadrlarning talabalar deymiz, talabalar tugib tamomlaganda pedagog mahorat xalqaro baholash markazi tashkil etildi. Bevosita ular ishga kirish davrida o'sha pedagog mahorat baholash xalqaro markazi tomonidan baholanib, kelgusida o'sha oliy ta'lim muassasasiga, oliy ta'lim muassasasining keyingi faoliyatiga baho berish masalalari alohida e'tirof etildi. Mamlakatimizda mana shu ta'limda xususiy sektorni kirib kelganligi, umuman bu yo'nalishdagi yangi texnologiyalarni joriy etilayotganligi, umuman mamlakatimizda turli yo'nalishda, iqtisodiyotda turli yo'nalishlar o'sib boryapti va bizga mana shu yo'nalishlarda yetuk malakali kadrlar, muhandislar kerak bo'lyapti va aytish kerakki, bugungi kunda mana shu IT texnologiya, yashil iqtisodiyot, sun'iy intellekt yo'nalishida kadrlarga bugungi kunda katta ehtiyojimiz bor. Malakali kadrlarga ehtiyojimiz bor va bunda albatta ham xususiy ta'lim, ham davlat ta'lim muassasalari birgalikda mana shu yaxshi kadrlarni, yetuk kadrlarni yetishtirib bersa, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi va yuqorida mana aytib o'tilgandek, xususiy yo'nalishda bugungi kunda ayniqsa pedagoglarni tayyorlashda biologiya, fizika, eng mana shu muhandislar uchun kerak bo'ladigan yo'nalishlarda pedagoglarda tayyorlanmayotganligi tanqid ostiga olindi yoki bo'lmasam mana shu bugungi kunda 70% pedagogik yo'nalishdagi 70% maktabgacha ta'lim, filologiya yo'nalishi yoki maktab ta'lim, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida kadrlar tayyorlayotganligi masalasiga to'xtab o'tildi. Albatta, xususiy sektor bu raqobatni oshirishga, xususiy sektor demak davlat ta'lim muassasalarini ham o'zini ustida ishlashga, bazasini rivojlantirishga turtki bo'ladi. Lekin shu bilan birga bunga kengroq qamrovda olish va hamkorlik masalasiga ham alohida urg'u berish kerak. Jumladan davlatimiz rahbari mana shu o'zlarining chiqishlarida doimiy ravishda moddiy texnik baza masalasiga, mana shu maktablardagi laboratoriyalarni jihozlanishi, mana shu kerakli laboratoriya uskunalar bilan ta'minlanishi ertaga u yerda yaxshi bir ta'lim berish imkoniyatini vujudga keltirishi bo'yicha doimiy ravishda urg'u berib keladilar. Albatta, ta'limda qamrovni oshirishda mana shu nodavlat sektorning ulushi o'zini o'rni bor, lekin tanganing ikkinchi tomoni bo'lganidek
kerak. Bu yerda ham sifat masalasi juda muhim. Shu boisdan ham aynan ushbu yig'ilishda xususiy maktablar, xususiy oliygohlardagi pedagoglar deymiz, o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalarni bilimini baholash, ularni shu zamon talablari darajasida tayyorlab borish, o'zini ustida ishlashlari uchun sharoitlar yaratish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Yana bir muhim jihat bu videoselektor yig'ilishini xorijiy davlatlarning nufuzli oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan mana shu o'zbeklar yoki o'zbekistonliklar yurtdoshlarimiz, demak yig'ilishda davlatimiz rahbari prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturini boshlash va Garvardchilar maktabini ochish bo'yicha katta farmon imzolanganini ham aytib o'tdi. Bu borada fikringiz qanday? Marhamat, kim javob beradi? Yig'ilishda alohida bu masalaga ham urg'u berildi. Ya'ni mana shu xorijiy tajribadan kelib chiqqan holatda mamlakatimizni bugungi kunda yangi yo'nalishlarda rivojlantirish, mana shu ilg'or, yutuq top mamlakatlar, top universitetlarini xorijiy tajribasi asosida ishlarni yo'lga qo'yish masalasiga to'xtab o'tildi va unda aytib o'tildiki, mana bugungi kunda bizni mamlakatimiz fuqarolari top 100 talikka kirgan oliy ta'lim muassasalarida 1% demak ta'lim olmoqda bugungi kunda va ularda endi agar tahlil qiladigan bo'lsak, top 10 talikda tahsil olayotgan hamda top 200 talikda tahsil olayotgan talabalarni o'quv kontrakt narxini taqqosladigan bo'lsa, ular orasidagi farq unaqangi katta bir farqni tashkil etmaydi. Bor-yo'g'i o'sha 15% dan 20% gacha bo'lgan farqni tashkil etishi va bu yo'nalishda ham ishlarni olib borish zaruriyati va tizimli ravishda endi mana shu o'zimizda demak Garvardchilar maktabini tashkil etish, ularning tajribasi asosida, misol uchun mana davlatimiz rahbari Termiz davlat universiteti misolida keltirib o'tdilar. Ulardagi mana shu ishlarni tashkil etish jarayoni, boshqaruvda Yangi O'zbekiston universiteti kabi boshqaruvni joriy etilishi hamda fanlarni o'qitilish bo'yicha alohida Myunxen demak universitetini tajribasidan foydalangan holatda o'qishni tashkil etish yo'nalishida alohida demak oliy maktablar bilan oliy maktablarga bo'lgan holda ish faoliyatini yuritish misolida ham ko'rsatib o'tdilar. Albatta bu yo'lga qo'yilishi ertaga o'zini samarasini beradi. Gap ta'lim haqida ketar ekan, bu yerda eng kichik o'sha mayda detallar ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Demak, yig'ilishda mamlakatimiz rahbari 7-11 sinf o'quvchilari ko'p vaqtini telefonda, ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotganini, bu masalaga maktab direktori, o'qituvchilar, ota-onalar mas'ul ekanligini ta'kidlab o'tdi. Demak, yoshlarni bo'sh vaqtini samarali tashkil etish, bolalarni zararli axborotlardan himoya qilish borasida qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Marhamat. Aytish kerakki, bu masala ayniqsa mana shu yoshlarni gadjetlarga bog'liq bo'lib qolishi bu bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda o'ylantirayotgan masala. Yaqinda bir maqola o'qigandim, Janubiy Koreyada mana shu yo'nalishda bir tajriba o'tkazilgan ekan. Qancha yoshlar vaqtini demak yiliga, tug'ilgan yiliga nisbatan bo'lib differensiatsiya tarzida ko'rib chiqilgan ekan va afsuski butun dunyoda mana Janubiy Koreya o'zini misolida ko'rsatib aytayaptiki, yoshlar asosan 4 soatdan ko'p gadjetlar bilan vaqtini o'tkazadigan yoshlarda depressiyaga, xafaqonlikka, demak e'tiborini jamlay olmaslik holatlari afsuski yuzaga kelishi bo'yicha aytib o'tildi va ana shu tajribada eng ko'pi bilan o'sha bo'lib kompyuterlardan, boshqa turdagi gadjetlardan foydalanish kuniga 4 soatdan oshmasligi kerak degan tavsiya berilgan. Albatta bu ota-onalarni o'ylantirish kerak. Bizda bugungi kunda bu yo'nalishda ham bir qator ishlar qilinyapti. Ya'ni maktablarimizda faqatgina ta'lim olish uchun kerakli maqsadlardagina foydalanish kerak degan mana shu aqlli moslamalardan degan tavsiyalar berilyapti, ota-onalar bilan ishlanyapti va aytish kerak, bu bo'yicha nizom bor. Ta'lim muassasalarida mana shunday demak mobil qurilmalardan faqatgina kerakli vaqtda o'rnatilgan joyda foydalanish bo'yicha tavsiyalar berib o'tilgan. Yig'ilishda yana bir masalaga davlatimiz rahbari urg'u berdilar. Ayniqsa Namangan viloyati misolida mana shu maktab o'quvchilarini avtomobillarni ruxsatsiz yoki o'sha kimnidir hali voyaga yetmagan, hujjatlarsiz boshqaruv huquqiga, guvohnomasiga ega bo'lmagan maktab o'quvchilarida avtomobil haydayotganligi bu ularda o'nlab yoshlar oqibati ayanchli. Xuddi shunday biz ana ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz-ku, o'zimiz ham guvohi bo'lyapmiz, majruh bo'lib qolyapti, ertaga katta bir holatga sabab bo'lib qolyapti. Mana shuni oldini olish bo'yicha ularga avtomobilni demak boshqarishga topshirish holatini demak alohida javobgarlik masalasini ko'rib chiqish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqish zaruriyati bo'yicha ham alohida aytib o'tdilar. Haqiqatan ham yoshlarimiz asosan vaqtini kerakli shu ta'limga, bilim olishga, yaxshi bir hunar o'rganishga sarflasa, bu kabi salbiy holatlar oldi olinar edi.
albatta yuqorida ekspertimiz yaxshi fikrlarni bildirib o'tdilar. Endi oldimizga menimcha har bir ota-ona bu masalada juda e'tiborli bo'lish kerak. Mana oldimizda katta kanikul turibdi, ya'ni 3 oylik kanikul turibdi. Bu yerda o'sha bolalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida o'sha tegishli vazirlik xodimlariga topshiriq berildi. Ya'ni bolalarni o'sha kitobxonlik, she'riyatxonlik va sport bo'yicha doimiy reja grafik asosida amalga oshirish ishlarini, bo'sh vaqtlarni unumli qilish uchun shu masalalar ilgari surildi. Albatta, Izzatli aka, bizda ma'lumotdan qanday foydalanish yoki bo'lmasam ma'lumotdan foydalanish bo'yicha immunitetni shakllantirish ham muhim masala hisoblanadi. Albatta aytib o'tdik, gadjetlardan foydalanish, lekin nima maqsadda foydalanish degan masalada ham to'xtalib o'tirishimiz lozim. Agarda biz bolada ana shu yot g'oyalarga yoki bo'lmasam informatsiya ma'lumotlarga o'zaro immunitetini shakllantiradigan bo'lsak, u bolada gadjetdan foydalanish davrida hech qanday o'sha noxush holatlar kuzatilmasligi har doim to'g'ri foydalanadi. Albatta biz qanchalik mana shu tendensiyadan kelib chiqib to'g'onni to'sadigan bo'lsak, albatta u to'g'on ertaga suv ko'payib, u to'g'onni buzishi mumkin. Lekin biz ma'lumotdan to'g'ri foydalanib, uni to'g'ri idrok etishini agar ta'minlab beradigan bo'lsak, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan bo'lsak, u o'quvchi ertaga mana shu gadjetlardan samarali foydalangan holatda, uni o'zini kelajagi bilan bog'lagan holatda yetuk bir inson bo'lib yetishi mumkin. Shuning uchun biz hozirgi kunda mana Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi, Ta'limni rivojlantirish markazi, ta'limga aloqador tashkilotlar hamkorlikda mana shu demak o'quvchilarni to'g'ri yo'naltirish bo'yicha ham alohida ishlarni amalga oshirmoqda. Lekin baribir nazorat, mas'uliyat bu juda ham muhim va aynan mana shu jarayonda mas'uliyat ota-onalarni, o'sha o'qituvchilarni, pedagoglarni zimmasida, buni hech qachon unutmaslik kerak. Rahmat javoblaringiz uchun. Demak, bu studiya 24 da eslatib o'taman, suhbatdoshlarimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammadjon Valiyev, Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi boshqarma boshlig'i Anvar Mahmudov hamda Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti bo'lim boshlig'i G'olib Otamurodovlar bo'lishdi. Tashrifingiz uchun ham tashakkur deymiz. O'zbekiston 24 dan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.